Soatda tayyor bo'lgan troyka tarixi. Agar ko'ylagim sizlarga qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ringlar. Esinglarda bo'lsa, o'tgan safar yarim soatga qolmasdan mani ko'ylakcham tayyor bo'ladi. Bu safar 1 soatda naq troyka tayyor bo'ldi desam ishonasizlarmi? Ishonmasanglar, videoni oxirigacha ko'rsanglar, haqiqatan ham 1 soatda tayyor bo'ldi. Kommentariyada yozib ketinglar, o'zing tikmagandan keyin 1 soatda tayyor bo'ladi-da, o'zing tikkaningda ertalabgacha tikarding deylar. Chunki bu ko'ylakni biz kechqurun soat 10:30 da boshlab 11:30 gacha bitirib oldik. Juda ham hayron qoldim, lekin bu troyka o'zimga shunaqa yoqdi. Bu chevarxona Vodildagi nomer 1 chevarxona. Chunki chevarxona Soda tepaniki. O'tgan safar aytdim, esinglarda bo'lsa, Vodilda fabrikaga yetganda samomoyka bilan Navoiyxonani o'rtasida chevarlari ham biram xushmuomala. O'zim xolam bo'lgan uchun so'kib o'zim ham ishlattirdi. Normali, hech qisi yo'q. Suhrob aka ayasini xolam desam, ko'pchilik meni radnoy xolam deb o'ylabdi. Yo'q, Suhrob aka ayasi ham mana ayam bir donadan qiz. Shunchaki amma demayman-ku, bizda tanish odamlarni xola deb chaqiradi. Sizlarda nima deb chaqiradi? Kommentariyada yozib ketinglar. Misol uchun sizlarga qanaqadir tanish bo'lsa, lekin qanaqadir qarindoshlik nomini topolmasanglar, nimadir deb chaqirasizlar-ku, shuni bizda xola deb chaqiradi. Sizlarda nima deb chaqiradi? Professional chevarlar bitta sirni o'rganib oldim. Yozsa o'chadigan, o'chirsa bo'ladigan ruchka bor-ku, shu ruchkada materialga chizsa, dazmol qilsa o'zi o'chib ketarkan. Hayron qoldim. Birinchi marta eshitdim. Vola, ko'ylagimni ko'rishinglar mumkin. Qaranglar, qanaqa asal troyka chiqdi. Men bu troykani to'yga kiydim, shirinligini qaranglar. Ko'ylak yarashdimi yo'qmi? Kommentariyada fikringizni yozib qoldiringlar, kutib qolaman.